Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Vulqon Uz kanalining ashaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, barchangizga Allohdan barakali kun tilagan holda biz bugun video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan boshlash arafasida turibmiz. Hurmatli obunachilar, videoni boshidan bittadan like bosib, kommentariyada chiroyli izohlarni qoldirib turinglar. Juda ham ko'plar akalarimiz sololarni chiqarishimizni so'rashyapti. Mana bugungi katta partiya sololar ekan, Xudo xolisa Hojixon bilan bir chiroyli obzor qilib beramiz. Assalomu alaykum. Keldingizmi? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi. Bormisiz? Keldimi yangilari? Yangi partiya kelgan. Xolosa ikki partiya olib chiqarib beramiz. Baragasini bersa. Bugunga faqat sog'liq, ha? Sog'liq, boladan ajragan sog'liqlar. Hurmatli obunachilar, ekranni qarshisiga yaxshilab o'rnashib olinglar. Sog'liq so'ragan akalarimiz juda ko'p edi. Ko'rib turibsizlar, Xudo xolisa qo'l-oyoqlar uzun, yiriklardan kelibdi. Bir chiroyli obzor qilib beramiz. Xo'p, birinchi partiyamizga soni nechta? Birinchi partiyamiz 20 ta soni. 20 dona. Rosa bir qora ekan, ha? Bir qora, ha, bir kishini qo'yi. Bir kishi olib qo'ysa bo'ladigan variantda ekan akalar. Sezoni keldi. Har safar so'rashadi, qachon olsak bo'ladi, qachon olsak bo'ladi. Mana sezoni keldi. Harakat qilaverasizlar. Xo'p, soni 20 ta deb aytdik. Yeb ichlarni sinab olganmisiz? Sinovdan o'tdi. Yeb ichishiga, sog'ligiga. Qachon keldi o'zi bular? 3 kun bo'ldi. Ha, 3 kun bo'lgan. Hozir keraklicha sinab olibsiz-mi o'zi? Sinovdan o'tdi, ha. Baragasini bersa akalar, ichida mana sarig'idan deganlarga, sarig'idan, kashtanidan deganlarga, kashtanidan, havasidan bor. Xo'p, endi bularni qisirga beramiz, to'g'rimi? Ha, qisirga beramiz. Qisirga hurmatli obunachilar bir 15-20 kun yemini berib turib, qo'chqorini ham qo'shib qo'ysalaring bo'ladigan holatda. Xo'p, endi buning ichida bo'g'ozi ham bo'lishi mumkin, baribir 50 kellik berishgan bizga. To'g'ri. Hozir baribir sezoni emas akalar, bir oydan keyin bo'lsa, ehtimoli kattaroq deb berilaveradi. Endi hozirda qisirga olaveringlar. Inshaalloh qo'chqorni qo'shib qo'yarasiz. Ichida unaqa so'ysa bo'ladiganlar ham bor ekan. So'ysa bo'ladigani ham bor. Mana akalar. Daqiqani xotirjam o'tkazadi. Ha, bemalol. Xudo xolisa kamchiligi yo'q qo'ylarni. Kamchiligi yo'q, xudo xolisa. Aka-uka tanish birizga tavsiya qilsak bo'laveradi. Tavsiya qilamiz. Bo'yini nechiga beramiz? 80 bormi? 80 sm atrofida 80 ga olishaveradi. 80 ga olishaveradi. Hurmatli obunachilar, endi haligi 1-2 sm nari beri, masalan, 83 chiqishi ham mumkin, 79 chiqishi ham mumkin. Endi Xudo xolisa 80 dan kam chiqmasa kerak-ku, baribir ko'rar ko'zga mana shunday qo'yilyapti. Hurmatli obunachilar. Mana akalar. Qo'ylarning holati xudo xolasa yomon emas, yirikligi ham, badani ham o'rta holatda. Mabodo go'sht yo'nalishida emlayman degan akalarimiz ham 2 oyda xotirjam yetiltirsalar bo'ladigan variantda. Buni narxini nech pul qo'yamiz? Baribir hamma narxini kutib turibdi buni. Narxini Eldor aka qo'zin narxida qo'yib beraman. 4 million so'mdan hammasini bir joyga olgan odamga ketdi. Optimga nimadir o'tib berasizmi? O'tib beriladi. 4 milliondan masalan hech kim aytganingiz o'tmagan. Shunaqa. 4 milliondan narx aytyapsizlar, optim nimadir olishsa nimadir o'tib berasiz, baribir. O'tib beriladi. Ketaveradi, hozir xayri bor. Xayri bor. Dastlabkilarimiz nima bo'ladi? Dastlabkilarni qilib beramiz. Qayergacha? Dastlabkasi Toshkentgacha o'qib beramiz, yo'q, kelishilgan holda. Toshkentgacha. Endi optim olsa Samarqandgacha qilib beraveramiz. Qilib beraveramiz, ha. Ketaveradi. Mana akalar, xudo xolasa hammasini bir qo'ra qilib olinsa, Samarqandgacha ham yetkazib berish imkoniyatlarimiz bor. Mabodo kimga yoshlarga qo'ylar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa yetkazib berishadi. Keyingi partiyamizni olib chiqamizmi? Keyingi partiyada olib chiqamiz. Ketdik bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamizga ham ko'rishlaring mumkin. Hammasini badallari zo'r, holatlari yaxshi holatda ekan-a? Suyakligidan, zo'ridan. Baragasini bersa. Buni ham soni 20 ta. 20 ta bu ham. 20 dona rosa bir qo'ra hurmatli obunachilar. Har safar aytamiz, hamma narsani sezonida ulgurib qolinglar. Bu sezon qo'zi sezonga o'xshab 2 oy, 3 oy davom etmaydi akalar. Avgustgacha ulgurib qolinglar. Undan keyin bu narxlarga topish akalar haqiqatan qiyin bo'lib qoladi. Buni qo'y olib boqib yurgan akalarimiz bilishadi. Bu qo'y qorilib ketgan ekan, bu bo'g'oz emasmi bu? 50. Kelib tekshirib olsa bo'laveradi. Tekshirib olsa bo'laveradi. Akalar, badallarni ko'rib turibsizlar. O'rta holatda go'sht yo'nalishida emlayman degan akalarimiz ham 2 oyda yetiltirib yuborsa bo'ladigan holat. Endi qo'chqorga akalar boya aytganimizdek 15 kunda xotirjam yetiladi. Bular ham shularni bir partiyada kelganmi? Bir partiyaga kelgan hammasi. Xudo xolasa kamchiligi yo'q. Kamchiligi yo'q, bir xil qo'ylar. Bo'yini nechiga beramiz? Bo'ylari 80 ga olishaveradi. 80 plus minus. Bu ham shu 80 sm atrofida chamalab olsa bo'laveradi. Xo'p, dumbalari akalar tik. Ozgina kichkinaroq bo'lishi mumkin. Bular bola boqqan. Bola buni so'rgan akalar, shuni hisobiga ozgina kichkinaroq bo'lishi mumkin, lekin yemini berib e'tiborini berilsa, Xudo xolasa bir go'zal bo'lib badani etlari keladigan holatda. Buni nech pul qo'yamiz?
Buni 3 million 900 dan qilib beramiz bo'lishi. 3 million 900 bo'ladigan joyi. Bo'ladigan joyi. Tanlab olishgacha. Tanlab olishiga 100 ming 200 ming plus minus kelishadigan joylari bo'ladi. Hurmatli obunachilar, mana holatlarni ko'rib turibsizlar. 3 million 900 oxiri bo'ladigan narxi deyishyapti. Kelganda bir qator savdosini qilib kelishib olsalaring bo'ladi. Endi tanlab olishga endi holatiga qarab 100 mingmi 200 mingmi kelishamiz sizlar boya ham. Endi kelinglar, balki yengilroq kelishib qolsalaring, ishlaring bitib qolsa biz shundan xursandmiz. Buni ham dastlabkilari Samarqandgacha. Samarqandga qilib beramiz. Bunday yo'q, kelishilgan holda. Kelishilgan holda. Gap yo'q. Mana akalar shunaqa gaplar. Bundan keyingi partiyamiz bormi yo bu oxirgisimi? Oxirgi partiyamiz. Oxirgi partiya bo'ladigan bo'lsa, akalar uni qo'ylarni har tarafidan ko'rsatamiz. Inshaalloh qanaqadir xato kamchiliklar bo'lsa, kommentariyada bemalol yozishlaring mumkin. Xo'p, yoshlarni aytmabmiz. Yoshlarni nechtadan deymiz bularni? Yoshlari 6 ta 8 ta. 6 ta 8 tadan. 8 tadan. Xudo xolasa akalar, kelganda ham bir qator ko'rib olsalaring bo'ladi. 6-8 tish oralidagi qo'ylar deyishyapti. Xudo xolasa bo'g'oz qilib sotinglar akalar, men hozirgi kunda o'shani tavsiya qilaman. Olinglar, qo'chqor qo'shinglar, oktyabr oylariga bir bo'g'oz qilib sotinglar. Bo'ldi, boshqa hozirga boshqa variant yo'q. Xo'p, bo'lmasa kuttirmasdan videoni yakunlaylik. Joylab beraylik videoni. Keladigan akalarimiz kelib ko'rishsin, nima deysiz? Kelib ko'rishsin, xudo xolasa xayrini qilib chiroyli qilib chiqarib beramiz. Hurmatli obunachilar, videoni mana shu yerda yakunlaymiz. Oxirigacha ko'rgan akalarimizga rahmat deymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lib qo'yasizlar. Rahmat hammaga.